Nonushta uchun eng mazali va eng oson tayyor bo'ladigan oladушкиlarni sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Ikkita tog'orachani olamiz, kattasiga ikkita tuxumni chaqib olamiz va undan keyin kichkina tog'orachamizdagi bir piyolacha qatiq solamiz. Men chamalab soldim va yarim choy qoshiqda suvda bir osh qoshiq uksus solamiz va mana shunaqa reaksiyaga kirishadi va chetga olib qo'yamiz, ko'lab qo'yib oshib turadi va ikkita tuxumimizga o'tamiz. Undan oldin gazimizni yoqib qo'yishni unutmaymiz. Past olovda tuxumga tuz solamiz, yarim choy qoshiq, 3-4 ta osh qoshiqda shakar solamiz. Men buni ham chamalab soldim. Har doim chunki o'rganib ketganman qilaverib. Mana shunaqa suvi bo'lgandan keyin qatiqimizni ko'ryapsizlar ko'pirib ketgan, shuni sovoramiz. Buni ham aralashtirib olamiz. Mana shunaqa suv holatga keladi va unimizni solishga boshlaymiz. Unimizni yarim piyoladan solsak, menga где-то 1,5 piyola un ketdi. Mana shunaqa quyuliydi bo'lganida un solishni to'xtatasizlar va keyin qizib turgan skоворodkamizda bir osh qoshiqdan solib, mana shunaqa forma qilib, chiroyli qilib dumaloq qilib olasizlar. Pishirishni davom etasizlar. Ha, aytgancha skоворodkaga yog'ni ko'p quyib yubormanglar, shunchaki shotkada shunda surib yuborsanglar bo'ldi. Shu bilan sizlarni oladушкиlarni polniy qilib olguninglarcha yetadi. O'rta olovda mana shunaqa pishirib olamiz. Unaqa baland ham bo'lmaydi, past ham bo'lmaydi. Mana bu birinchi pishirganlarimda, keyin уже sekin mana keyingi pishirganlarim borgan sari chiroyli bo'lib pishadi. Shuning uchun birinchi pishirganinglar xuning chiqib qolsa, xafa bo'lib o'tirmanglar. Va ko'rib turganinglardek bizning chiroyli oladушкиlarimiz tayyor. Ichlari shunaqangi zo'r bo'ladi, qaranglar, shunaqangi appetitni bo'lgan. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar va mana shunaqa qilib dasturxonga tortsanglar, chiroyli qilib o'rtasiga piyolani qo'yasizlar. Menda malina bor edi, shundan soldim va asalni ham shunaqa quyib yubordim. Вот mana shunaqa qilib tortsanglar, yana ham appetitni bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha.